Muhtaram azizlar, bizning diniy idoramizga qaynonasidan shikoyat qilib yig'lab kelayotgan kelinlar ko'payib ketdi. Onasidan shikoyat qilib kelayotgan o'g'illar ko'payib ketdi. Men ikki o't orasida qoldim. Bu tomonda onam, bu tomonda ayolim, nima qilay domla deb berilayotgan savol ko'payib ketdi. Shuning uchun siz azizlar bilan suhbatlashishimizda qaynona va kelin munosabatlari, bunda qaynonani burchlari, vazifalari va kelinda ham o'ziga yarasha burchi va vazifalari, umuman oiladagi yashayotgan oila a'zolarini bir-birlaridagi haqqi va huquqlari haqida, burchlari haqida gaplashishlikni niyat qildik. Aslida mo'min musulmon kishi azizlar, o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'radigan, o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ham ravo ko'rmaydigan bo'lish kerak. Lekin qaynonalar qiziga ravo ko'rgan narsani kelini